Anlayatqanыңlar Azad Şərq Türkistan Radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio anlayıcılar. Bugün Avropanın bir bulunudaki bu xəbər bəlkə insaniyyət üçün adətdəki bir xəbər buluşu mümkün. Lakin biz üçün bu bir başlanış. Bu bir avaz, bu bir uyg'onish. Ba'zida tarix jimjit boshlanadi. Ba'zida bir inqilob urush maydonida emas, balki yiroq yurtlardagi kichik bir yig'in zalida tug'ilishi mumkin. Bugun Yevropaning kindigida, Gollandiyada shundoq bir boshlanishning ovozi anglandi. Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun qanday qilganda kuchli, muntazam va unumli bir qurilma qura olamiz degan savolga javob izlash yo'lida 1,5 yildan ortiq vaqt davomlashgan tirishchanlik bugun bir chaqiriqqa aylandi. Gollandiyada yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz uzun yillardan buyon tarqoq bo'lingan holatda elib berilayotgan ko'rishimizga yangi bir yo'l ichish uchun bir tarixiy qadam tashladi. 1 yildan ortiq davomlashgan suhbat, fikrlashish, izlanishlardan keyin bir qism tashkilotlar birlashib Gollandiya Sharq Turkistonliklar Federatsiyasini qurish uchun yo'lga chiqdi. Bu birlikka ovoz qo'shgan tashkilotlar Gollandiya Yasha Uyg'ur Tashkiloti, Uyg'ur Tirilish Jamiyati, Gollandiya Sharq Turkiston Uyg'ur Birligi, Gollandiya Qozoq Birligi, Gollandiya Uyg'ur Axborot Vahbi. Bu faqat bir tashkilot qurish emas. Bu birlikka qaytish va millatning kelgusiga bo'lgan javobgarlikni o'z ustiga elish. Chaqiriqda aytilgandek, agar biz bugun birlashmasak, agar biz bugun mustahkam bir ul salolmasak, kelajak avlodlarimiz oldida javobgar bo'lamiz. Bu federatsiyaning maqsadi nihoyat aniq. Gollandiyadagi Uyg'urlarni kuchlantirish, siyosiy ong va birlik eni yetildirish, ko'rishimizni muntazam va unumli davomlashtirish. Bu chaqiriq balkim kichik bir qadam bo'lishi mumkin. Ammo tarix ko'p qatim shuni isbotladiki, cho'ng o'zgarishlar har vaqt kichik birliklardan boshlangan. Birlik bo'lsa, umid bo'ladi. Umidvor millatning kelgusi parlaq bo'ladi. Bugun Gollandiyada ko'tarilgan bu ovoz balki Sharq Turkiston ozodlik inqilobining bir boshlanishi bo'lishi mumkin. Uzun bir qorong'u kechadan keyin ko'rilgan bir umid nuri bo'lishi mumkin. Bugun biz anglatgan bu xabar faqat bir voqeaning bayoni emas. Bu dunyoning har qaysi yerlarida tarqalib yashayotgan bir millatning yelimi sundirolmayotgan irodasidir. Diasporada yashash oson emas. Lekin biz shuni unutib qolmaylikki, biz qayerda bo'layli, yuraklarimizning markazi har vaqt vatan. Bugun bir yig'in, ati bir qadam, kelgusida bir cho'ng o'zgarish. Birlik qarab tashlangan har bir qadam ozodlikqa yaqinlashgan bir qadamdir. Shunga bizning bugungi ovozlarimiz atining tarixiga aylandi. Umid bor, chunki biz bor. Kelgusi bor, chunki biz birlashyapmiz. Hammalarga kuch-quvvat, iroda va umid tilaymiz. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston Radiosi xabarlari. Hörmətli radio anlayıcılar, bugünkü xalqaro vaziyatda O'tir Sharqda davomlashayotgan urush, dunyo siyosati va iqtisodiy tuzilmasiga cho'nqur ta'sir ko'rsatmoqda. Tahlilchilarning qarashicha, Erondagi to'qinishlar uzunga so'zilgan taqdirda bu faqat rayon xarakterlik urush bo'lib qolmay, balki cho'ng davlatlar aro raqobatning yangi bosqichiga aylanishi mumkin ekan. Ba'zi Xitoyni kuzatayotgan tahlilchilar bundaq uzunga so'zilgan urush Xitoy uchun strategiyalik fursat bo'lishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Bu qarashlar ichida eng diqqat qo'zg'agani qalayimqanchilik faqat bir xavf emas, balki foydalanishga bo'ladigan fursat degan nuqta bo'ldi. Yana bir muhim nuqta bo'lsa, Eron neft setish uchun Amerika dollari o'rniga Xitoyning puli yuanni ishlatishga ma'qul bo'lganligi haqida mish-mish xabar tarqaldi. Agar bu amaliyotga aylansa, bu qadam dunyo energiya bozorida uzun yillardan buyon ustunlikni saqlab kelgan petrodollar tuzilmasiga cho'ng tahdid bo'lishi mumkinmi?
Ba'zi mutaxassislar bundaq o'zgarishlar dunyo pul muomala sistemasining ko'p qutblikqa o'tayotganligining bir belgisi deb qaramoqda. Şunun bilan bir vaqtda Amerika ishki siyosiy chambaraklarida O'rta Sharqdagi urushning davomlashishi rayonni qayta shakllantirish uchun tarixiy fursat bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi qarashlarmi kuchaymoqda. Bundaq murakkab vaziyatda O'rta Sharq to'qinishining davomlashishi rostdanli Xitoy uchun strategik fursat bo'lamdi yoki bu faqat xatarlik bir gumoniy qarashmi? Dünya pul muomala sistemasi o'zgarayotamdi. Petrodollar tuzilmasi cho'kyotamdi va bular Uyg'ur masalasiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu urush davom qilsa, atom urushi bosqichiga kirib qolamdi. Bu savollar ustida bugun biz Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazi Mudiriyat raisi, siyosiy tahlilchi Nijot Bey bilan birlikda muhokama olib boramiz. Assalomu alaykum Nijot Bey. Qimmatli vaqtlaringizdan biz uchun ayirib, taklifimizni qabul qilganingiz uchun radio anglag'uvchilarimiz va radiomiz nomidan cho'nqur tashakkurimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Aleyküm assalam. Bugünkü programga meni taklif qilganingiz uchun men rahmat aytaman va ekran oldidagi barliq qarindoshlarga assalomu alaykum. Aldı bilan sizdan so'raydiganim, O'rta Sharq urushining uzun so'zlashini Xitoy uchun strategik fursat degan qarashga siz qanday baho berasiz? Bu to'qinish uzun so'zilsa, rostdanli Xitoyning kuchayishiga foydali bo'lamdi. Albatta bu bir Xitoy uchun tepilmas bir fursat bo'ldi. Chunki Amerika bu yerda hozir tez suratda urushga chaqmoq tezligida hujum qilib Ironda hokimiyat almashtiramiz, Ironniki yadro qurol kuchini ajizlashtiramiz, anandagi Ironniki havo boshliqi nimasini kuchini ajizlashtiramiz degan nimalar bilan kirganda bir muncha planlar bilan. Ammo bu planning hech qanday nimasi amalga oshmadi. Amerika tunugunga yaqin 15 ming qatim hujum qilib qo'yibdi Ironga. Ama ko'zlagan natijasi ketmedi. Bu nimani tushuntirganda Amerikaning strategik jihatda urushda mag'lub bo'lganligini tushuntirdi. Garchi portlatgan bo'lsa maqsadga yetolmadi. Bu yetilmagan siri bu shu nishonga yetimizga asosda Amerika hozir dengiz quruqlik qismlarini, alayda qismlarini yo'tkab quruqlikqa kiradigan ba'zi Ironning muhim bo'lgan orollarni olamiz deyotgan turdi. Bu yerda shiddatlanishninki bir to'ziqiga tushib qoladigan narsani ko'ryapmizda. Bu Xitoy uchun tepilmas bir fursat. Nima deganda Amerikaning Xitoyga patqoq ketishi bilan Xitoyning va Amerikaning o'rtasidagi kuch nimasida bir farq bo'ladi. Amerika texmi qarzga patadigan gap. Xitoy bu jihatda texmi kuchlanadigan gap. Amdikin Amerikaning atrofdagi davlatlardan masalan O'rta Sharqdagi ittifoqdosh davlatlar bor deymiz. Saudiyaga deymiz, Qatar deymiz, Arab Birlashma Arablarga deymiz. Bu davlatlarmi masalan xavfsizlik jihatda Amerikaning Isroiliya uchun nurg'un narsalarni qurbon qilayotganini ko'rib, Xitoyni bir tanlash nuqtasi, ya'ni kuch tamponlashtirish nimasi bilan ko'rib, Xitoyni bir tanlashi mumkin. Amerikaga qarshi buni tanlab biz ikki tarafdan bundaq o'ynaylik. Ham Amerikaning ham Xitoyning bexatarlik nimasini olaylik deydigan bunday narsa bo'lishi mumkin. Andiki Amerikaning mal bazasining o'sishi bu yerda. Undan keyin dollarning o'sishi, xalqaro iqtisodniki chekinishi, iqtisod kuchayishning ostilishi bilan masalan kapitalning ya'ni pul nimasiniki Amerikaga eqishimi bu holatda ostilaydi. Bu yerda nima bo'ldi degan chog'da Xitoyniki Hong Kong bir nima narsa masalan hozirgi pul muomala nimasining kuchi mablag' sag'ishlar uchun bir baza. Bu Xitoy uchun bir foydali bir narsa masalan. Anki xalqarodagi ishlab chiqarish bozori masalan Amerikaning O'rta Sharqdan va Amerikadan qochib bu chog'da Xitoydek bir urush nimasiga bevosita ta'sir kuchaman bir yerga berish mumkin. Andan keyin 2 kun burun yana bir narsa ko'rdik. Masalan, O'rta Sharq Janubiy Osiyodagi Amerikaniki yaqin ittifoqdosh bo'lgan Filippin hozir muzokarani Xitoy bilan boshlasak bo'ldi. Energiya to'g'riliq, boshqa to'g'riliq narsalarni paranglashsak bo'ldi deb bular Xitoyga bo'lgan pozitsiyasida yumshash narsani ko'ryapmiz. Bu Xitoy uchun bir g'alaba masalanchi. Demek ki olmazsa yig'inchoqlagan chog'da Amerika mayli o'zi urush patqiga bossin, buningni kelib chiqadigan natijalar olsun, ittifoqdoshlarining Amerikaga bo'lgan ishonchlik ojillash olsun, andan Sharq Osiyo, Sharq Janubiy Osiyodagi Amerikaning bexatarlik garantiyasining ojizligi olsun, bu Xitoyga bir qozonish bo'ladi qisqa va o'rta mezgillarda. Chunki uzun mezgilda qanday bo'lganini ko'ramizdik. Ammo Amerika yumshoq kuchini yo'qotdi demasa, xalqaro texnik cho'ng. Hech kim Amerikaniki hozir
gepiga bir diplomatik ve siyasi nemesiga ishonmaydigan holatga kelib qoldi. Chunki Iranni 2 qatimliq suhbat jarayonida urdi. Masalan, bugun 10 kunlik urushni 10 kunga to'xtatdik dedi, ammo berib yana Iran necha yana portlatdi deydi-chu masalan. Kim buningdagin Amerikaninki bergan so'ziga, va'dasiga qaysi davlat ishondida? Endi Xitoy tarafsizlik ko'ringan holatda Iranni siyosiy, diplomatik holatda qo'llangandek turyotidi. Bu holatda Xitoy hech qanday ish qilmay turib bir natijaga erishishni ko'ydida masalan. Hmm. Bularning hammasi Xitoy uchun bir qozonish, siyosiy, strategik jihatdan-chu. Yani Xitoy uchun foydali bir strategiya To'g'ri, shakllanyotidi. to'g'ri. Xitoy buni umrida duo qilib nurg'un iliqi hazırlanmaydigan bir narsa. Chunki İran urushi necha qatimliq programmani bildik. İranning nimasi Amerika emas, xili davlatlar g'alaba qilolmaydi. Chunki bu yerning nurg'unlagan afzalliklari bor-da. Masalan, jug'rafiyalik jihatdan bo'lsin, ekologiyalik jihatdan, davlatning zaminning kengligi, askariy qo'shinning kuchliligi, quruqlik qismi, tog' shakli bundan Amerika hozir u narsani yo'tkalyotdi, ammo u narsalar hal qila oladigan holatda emasda masalan. İranni olgan taqdirdami Amerikaning tutib turishi uchun masalan, bek kuchli kelib ketib, Amerika ajoyib yaxshi urush qilyapti. Necha million askarni ep qolgan taqdirda bir mo'jiza berib, endi tutib turish masalasi bor. Masalan, Vyetnamda bo'ldi, Afg'onistonda, Iroqda ham Amerika belgilagancha oldi. Ammo uni tutib turolmadi, oxiri nima bo'ldi degani 10 yil, 20 yildan keyin Amerika tutolmay qochib chiqib ketdi. Masalan, Afg'onistonda oxirgi qatim qochib chiqib ketgandiki, ko'rinishi bugunmi ko'z oldimizda masalan. Hmm. Mo'jiza berib Iranni olgan taqdirdami Amerikaniki bu yerda nurg'un jihatdan orqaga chekinish bor. Ha, esimdan chiqib ketibdi. Tomahawk deydigan bir nim narsa var, raketasi uzun nimada atadigan. Hmm. Amerikaniki askariy bazasida saqlaydigan nimada 4500 dona shu nimasi bor ekan. Bir ayning ichida 850 ni yetib bo'libdi Amerika uchun. Hmm. Umumiy davlatning zapasining 5'te 1'e yaqin bu yirik musofirlik nimani ishlatib bo'ldi degan gap. Amerika yilda 200 mi 300 naran ishlab chiqara oladi ekan. Ammo bu ishlab chiqarilgan moddalarning nurg'unlari Xitoydan keladigan yoki oz ko'rilgan metallarga bog'liq bir ish ekanda. Hem az ishlab chiqardi buni to'liqlash bir masala, ham buning urushning natijasida buni xo'ritishlar birga Xitoyga texmi bekinib qoldigan bir narsa chiqdi. Endi bugun masalan Tayvanda yoki bo'lmasa Sharq Janubiy Osiyoda yoki bo'lmasa Sharq Osiyoda bir Xitoy bilan bir to'qinish chiqib qolsa Amerika yugurib berib ega chiqa olamdi masalan mush davlatlargacha. Bu nuqtadan aytgan chog'dan bir Amerika uchun bir mag'lubiyatni Xitoy uchun bir qozonish bo'lib qoldi-da bu yerda. Onun ustiga hozir Eronninki neft sodasini yuan bilan qilish to'g'risida bir gaplar chiqyotidi. Agar shunday bo'lib qolsa, yana bu Amerikaniki petrodollar sistemasimi belgilik darajada tahdid bo'lishi mumkin, yani ta'sir ko'rsatishi mumkin deb tahlilchilarninki ko'z qarashlarini ko'rdik. To'g'ri, bu to'g'ri. Amerika o'zining siyosiy kuchini, diplomatik siyosiy kuchini, askariy kuchi bilan birga dunyoninki iqtisodiy kuchini, iqtisodiy sistemasini, organlarni qurish bilan birga dollarning xalqarodagi kuchi nimasini garantiyaga berish orqali dunyo sistemasini kontrol qilib yetaklab kelgan endi. Amerikaning kuchining ta'siri ishiga ergishib, petrodollarning munosabati nimasiga ergishib va boshqa davlatlarning o'zaro tijoratining boshqa pullar bilan masalan Xitoy buni jiq qilyotidi, qilishga tirishyotidi. Hmm. Yuanni Xitoy puli yuanni xalqarolashtirish. Bu orqali Amerikaning dollar orqali dunyo hokimdorligini ojizlatish, Amerikaning ta'sir kuchini ojizlashtiradigan bunday bir narsaga olib boryotidi. Bu Iranning qilgan ma'lum qadam olgan siyosiy qadam bilan agar buni davlatlar haqiqatan qilib qolsa, bu chog'da Amerikaning iqtisodiy kuchiniki ta'siri iqtisodiy orqali qozongan bu dollar orqali qozongan bu ta'sir kuchimi buningdan bir ojizlash bo'ldi. Yani Amerika imperatorligining cho'kishining boshlanishi desak bo'ladi-chu bu yerda hozir. Hmm. Bu xatarlik bir yerga ketyotidi. Yani shundoq bir ehtimollik bo'lib qolsa, boshqa cho'ng davlatlarningmi u vaqtida neftni setilish uchun yuan ishlatishga to'g'ri keldi degan gap. Bulupmu bu? Çünkü bu yerdeki bulupmu ama şu Asya'daki devletlerce Şark Cenab Asya, Hmm. Cenab Asya'nınki Şark Asya'daki devletler bunlar bu Masalan, yerden Yaponmu Osiyo
davlat. Hı. Agar Yapon shunga majbur bo'lib qolsa, masalan, Yapon neftni yuanga setib olgan qarorni olsa, o chog'da Yapondek bir Bu davlatninki shundoq bir qaror elishi petrodollar sistemasiga, shundoqla dunyo moliya sistemasiga qanday ta'sir Hı. ko'rsatishi mumkin? O acayip çoğunluğun buldu. Hem Japon aldığın heptiden başlap, aldığımızki ötep ketken hepten başlap zapas neft nemisini koyup berişke başladı. Çünkü neft ve tabi gazınınki baha üstü fevkalade yokurup gitti mesela. Çünkü tez üsep kitotu. Trump mu bunu tizgileştirişiyordu da ama Japonya'nın 8 aylık zapas enerjisi batırıp mu yani aştı mesela. Çünkü Avustralya mı yetiştiğinin dağıtıldığında etraftaki Kore, nurgun yerlerde en cık bu enerji krizisi duş kelayotganlar Şarkı Asya, Şarkı Janubi Asya, hatta Hindistan, Bengal degandek bu devletler üçün mesela. Agarda Yaponiya masalan iqtisodiy dunyoning 3-chi cho'ng iqtisodiy kuch bo'lish sifatida bu narsaga o'tib ketib qolsa, bu chog'da Amerikaniki iqtisod nimasiga bek yig'ir zarba. Chunki hem xavfsizlik jihati ittifoqdoshi Amerikaning eng cho'ng askariy bazasi Amerika tuprog'ining sirti. Yaponiyada 50 mingdan ortiq Yapon Amerika askari bor. Nurg'un shaharlarda Amerikaning nima qilingan o'rnatgan bazalari bor. Bu yerga munosabatga albatta darz ketadi bu yerda-chi masalan. Ama hamma davlat o'zining manfaatini, milliy manfaatini chiqargan holatda harakat qilganga o'xshash, Yaponmi o'zining energiya nemisini qamdash kerak. Chunki Yaponiya boy va iqtisodiy kuchlik va sanoati taraqqiy qilgan davlat bo'lishidan birga Yaponiyaning eng chong ojizligi energiya o'z-o'zini ta'minlayolmaydigan bir nemasi va ojizlik va buning uchun sirtdan energiya akirishga ehtiyoj var. Masalan, Ikkinchi dunyo urushidami Amerika bilan bo'lgan urushning asos sababini Amerika Yaponiyaning kirgan energiya manbasining yo'lini to'sib belgilamoqda. Bugun masalan Yaponiya buni ochgan bo'lsa, hozir Rossiya bilan energiya kirishning nimasini parang o'ylashyotidi, maslahatlashyotidichu masalan Yaponiya. Hmm. Koreya Rossiyadan neft setib olishning nimasini boshladi Janubiy Koreya. Bu o'zining milliy kimligini, mavjudiyatini, energiya nimasini qamdash uchun davlatlar har qadam nelishi mumkin. Bo'libmi bu dollar nimasidan chiqib yevro nimani, neftni Xitoyning puli bilan oldigan bo'lib qolsa, u chog'da Amerikaga ajoyib ajoyib ig'ir zarba bo'ldi bu. Yana bir tarafdan atomning purig'i kelyotidi. Hı. Bugungi bu vaziyatda, ya'ni O'rta Sharqdagi bu to'qinishning so'zlashiga ergishib, bir yoqdan atomning shabsini tuyuvatimiz. Ya'ni sizcha atom qurol ishiltish qizil sizqi haqiqatan saqlanyaptimi? Agar urush uzun so'zilib qolsa, bu qizil siziqning buzilish ehtimolligi bormi? Atom qurolning yasalishi va uningki eng chong alayidligi iliqi cheklash qarshi tarafning o'ziga eg'i hujum qilishning oldini olish maqsadichu aslida. Ya'ni hujum xarakterlik emas, mudofaa xarakterlik qurol buning asli ishlab Hmm. chiqarilgan. O'zing sen bizga nim assang, biz sana atom otib orqali seni tizginlayolamiz deydigan nemasi bor. Ham bu uzoqqa bora oladigan nemasi bor. Ham ikkinchi yuzini nima qilsak, bu hujumni qila oladi. Endi hozir Iranning hujum qilishining nimasimi? Masalan, Amerikaning bo'libmi, Isroiliyaninki Iranning atom yasash, yasay oladigan kuchidan gumon qilgan va buningdan andish qilgan holatda asosiy hujumning sababi mushu bo'lib qoladidi-ku. Masalan, bizga tahdid bo'la oladigan birdan bir davlat deb Hmm. mavjud tahdid deb ko'raylik. U siyatdan Amerikaning bu urushga akirdi. Ammo buni ojizlashtirdik dedi. Aksincha bundaq bir davlatlar Iranninki masalan ballistik uzun qatadigan raketalarni yo'qotdik, ojizlashtirdik dedi. Ammo bugungi kun qadar aytyotidi. Tamam Iranniki tugishi mumkin. Bu urush bilan birga Iranni yo'qotib demagan holatda Iran o'zining milliy bexatarligini, xavfsizligini qo'g'dash uchun birinchi bo'lib yuzlanadigan narsa yana atom taraqqiyoti bo'ladi bu yerdachi masalan. Hmm. Chunki buni ishlab bir yak opirib bo'ldichu. Buni ozroq kutsa, balki Rossiyadan, balki Xitoydan, balki Hindistondan yo Pokiston tarafdan elishi mumkin buniki ilg'or nimalarni. Elish orqali buni atom kuchiga ega bo'lishi mumkin. Hozir parallel oldi masalan, O'rta Sharqda va shu buyuk O'rta Sharq rayoni, Shimoliy Afrikani o'z ichiga oladi. 3 davlat buning qarta hozir atom nimasiga erishishning nimasida chang jiddiy harakat qilayotgan davlatlar. Birisi Saudiya, birisi Turkiya, birisi Misr. Bular uchalisi hozir shiddatli atom ninki yadro qurolininki
garantisiga erişishga yakamiz özleri en tez süratda bu atom quraliga erishishning harakatini qilyotidi. Bunun nimasiga yetkileylemesin? Janubiy Osiyoga yetkileyli bir yerde Pakistan bilan Hindistonning bor masalan atom nimasi. Bu yoqqa qaramasak Yaponiya zaten özüneki energiya manbasini atom bilan ta'minlab kelayotgan masalan. Ammo bu ojizlashgan deylik atom yadro bazasiniki tok ishlab chiqarish bazasiniki portlab nima qilish vaqasidan keyin. Ama bu Takashi Hanım neçə gün burun dedi ki 100%'lik yadro qurali energiya nimasini ta'minlashimga kafolat tutishimiz kerak. Biz sirtdan keladigan energiyaga majbur bo'lib qolmasligimiz kerak dedi. Paralel holda buning haqida yadro qurolining mudofaa shaklidagi narsaga erishish mumkin. Chunki Yaponiyaning buningga atom yadro quroliga erishishimiz eng tez suratda erishalaydi. Texnikasi bor, quroli, puli bor va o'zininki belgilik akab bo'lgan bir nuqtasi bor texnologiya jihatdan. Koreya mı bu narsani deyishyapti. Hatto Tayvan, hatto Avstraliya. Bular hammasi atom quroliga ega bo'lishning tezlashishiga kelishi mumkin. Bu urushning natijasida endi chiqayotgan narsa yadrolashishninki bir musobaqasi nimasiga kiryapmiz. Hatto Yevropadan buni ko'ryapmiz. Germaniya masalan. Hatto bizning turayotgan Shvetsiyalardami atom quroliga erishishning jiddiy muzokaralar nimasi bo'lyapti masalan. Kuchi yetgan davlatlar buni ishlab chiqarib eng tez suratda erishish mumkin. Buning bilan dunyo texmi bir xavfsiz holatga kelishi mumkin. Endi kelaylik bu yerda atom quroli ishlatib qilishi mumkinmi? Men ehtimollikni bor deb qarayman, chunki Amerika atmagan taqdirdami bu urushda g'alaba qilolmasa, Isroil etishi mumkin o'zining atom qurolini etish orqali Ironni bir ojizlashtirib yoki bizni ojizlashtirayotgan birodarlar kelib bundan qutulaylik deb degan narsa kelishi mumkin. U holatda İran'a başka devletler atom garantisi beremdi mesela. Çünkü Xitay. Ben bunu Xitayning berish ehtimolligini biroz töven deb qarayman. Chunki Xitoy uchuq jihatdan Ironga yordam qilmadi, ammo urush boshlanishdan burun nurg'un qurollarni sotgan, yetkazib bergan nima ahvollar bor edi. Ammo qurol jihatda bevosita yordam qilyotgani va dalillangan xabar va uchurlarda Rossiya bu jihatdan ham istixborot ham qurol nimasi yordam berayotganligi dalillandi. Masalan, tünögün, yani 2 gün burunki Rossiyadan va Kaspiy dengizi orqali Eronga kelayotgan qurol yarog' Isroilning aeroplanida uruvyapti masalanchu. Ana ba'zi jazmlanmagan uchurlar bor masalan. O'rta Osiyo orqali Tojikiston, Turkmaniston orqali Xitoyning quroli kiryotidi deyotidi-chu, ammo bu jazmlanmadi bu uchurlar. Bu jihatda masalan İran bu jihatda qanday javob berdi u atamasa bu İranning atadigan boshqa qurollari bo'lishi mumkin atrofdagi ölümge aparadigan bir nimalar bo'lishi mumkin masalanchu. Bu orqali atrofdagi davlatlarga Amerikaning boshqa ittifoqdosh davlatlariga halokatga olib boradigan bir hujumlarni qilish mumkin. Isroilga ham qilish mumkin bu narsa. Bu holatda urush kontrollikdan chiqib ketgan bir narsaga boradi endi-chu. deb o'tganingizdek, agar shundoq bo'lib qolsa, bu urush sahnasida Rossiya yoki Xitoy Ironni bevosita qo'g'dashga majbur bo'ladigan bir ssenariy bormi? Bu ikkili davlatninki nemisi bular strategiyalik pek uzun bir hamkorlik nemimiz sherikimiz u bu deyotidi, ammo Xitoy nihoyat ehtiyot bilan qadam ilyapti. Ironni qo'llash orqali o'zining nemisini atrofdagi boshqa arab davlatlari va Isroil bilan bo'lgan munosabatni buzmaslikka tirishyapti, ammo aslida qo'llayotgan narsalar bor yana-chu, siyosiy, diplomatik va iqtisodiy u bu jihatlarda. Rossiyaning qo'g'dash nimasi biroz yuqoriroq deb qarayman, chunki Rossiya Suriyada o'zining sherik nimasi bo'lgan Basharni yo'qotgandan keyin Erondan ayrilib qolish masalan Rossiya uchun texim cho'ng bir mag'lubiyat bo'ldi. Endi hozir qurol yarog' yetganligi dalillandi masalanchu. Bu holatda Rossiya jiqroq kuchishi mumkin, ammo Rossiyaning orqadan Xitoy qo'llashi mumkin. Rossiya orqali Ironni qo'llaydigan bunday bir ssenariy bo'lishi mumkin, ammo askar kirgizish u bu jihatlarda hozircha qilmaydi deb o'ylayman, chunki bularmi masalan Rossiyami Ironni qo'g'dash orqali qorayman deb uchuq maydoniga chiqish orqali birga kuchi yo'q, chunki o'zi zaten urush nimasi ketib qolgan Ukrainada. Ammo Amerikaning quli orqali Ukrainadan jiqroq nima urushning natijasiga erishman deyotgan holatda Rossiya ham uchuq nima holatda Amerika bilan bo'lgan ikki davlatning o'zaro bir-biriga munosabatini buzib olishni xohlamaydi yani-chu. Xitoy texmi xohlamaydi bu holatda. Ammo Amerikani eritish uchun, Amerikani ojizlashtirish uchun
Xuddi qandaq Amerika Ukraina orqali Rossiyani ajizlashtirgandek, Rossiyami Iranni belgilik şekilde qo'llash orqali Amerikani ajizlashtirishga tirishishi mumkin. Chunki ularmi qilyotidi qarshi nima bilanchu. Ba'zi tahlilchilarning qarashicha, O'rta Sharqdagi bu to'qinish uzun muddatga cho'zilsa, Hı hı. Xitoy uchun strategik bir fursat bo'lishi mumkin deb qaramoqda. Sizning xabaringiz bor? Hı hı. Agar rost shundoq bo'lib qolsa, Xitoy dunyoga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ama günümüzde Xitayning nurg'un taraflardan qozonib, foyda elayotgan bir narsani ko'ryapmiz. Ama bu uzunga sozulsa Amerika patqa haqiqatan quruq nimasidan kirsa, texim cho'nqirlashsa, urush uzun yillar davomlashsa, Xitoy uchun bir tepilmas bir fursat. Hmm. Xitoy maydonga chiqadigan nurg'un jihatlarda o'zi urushga bevosita kirmagan asosda texim kuchlanishi mumkin. Ammo mushu fursatni kutgan holatda boshqa davlatlarga, bo'libmi Filippin va Tayvan qatorliq davlatlarga hujum boshlashi mumkin. Endi fursat keldi. Amerika chiqmaydigan bir urushga kirdi. Endi men bu fursatda Tayvanni yoki Filippindagi nimalarni olay deb bunda bir hujumga kirishi mumkin. Balki uni saqlab fursatni o'tkazishi mumkin. Men yetarli kuch olmadim deb. Hmm. Ammo masala Xitoyning armiyasi kuchli bo'ldi, fan texnikasi taraqqiy qildi, askariy sanoat taraqqiy qildi, u bu deymiz, tamom. Ammo amaliy jangdagi narsa yana boshqa bir narsa. Hmm. Ya'ni Xitoyning armiyasininki nurg'un ojizlik taraflari, kuchli tarafi bo'lgandek ojizlik taraflari bor. Masalan, tajribasizlik. Mashq qilgan narsa, jangda qilgan narsa bilan o'xshamaydi. Chunki buni harbiy mutaxassislar mayli Sun Tzu olsun, mayli Clausewitz olsun, bular hammasi aytaylik, jangda ko'rinmaydigan bir qo'l bor deydi. Ya'ni aniqsizlik. Hmm. Chunki bu jang tajribasi, muhitning o'zgarishi, insonlarning psixologiyasi bu jang jarayonidagi askarlarning kuchi, Hmm. urush qilish irodasi, bu narsalar hammasi ta'sir qiluvchi omillar. Buni hech kim hisoblab chiqib bo'lolmaydi masalanchu. Xitoy Buni Xitoy armiyasi amaliy jangga qatnashib boqmag'ili 50 yilga yaqin bo'ldimi? Shunday bo'ldi deymi? ilgili eshib ketdi masalan. 50 yilda yetishib Hozir ketdi. amaliy jangga rasmiy haqiqatan kirgan bir nima davlat armiyasi emasdi. Tamom, ba'zi chet ellik shirkatlarga Xitoyning nimalari bexatarlik qo'g'dayotidi, Rossiyaga kirib urush qatnashadi. Ammo u bir ikki dona askar. Ammo umumyuzlik bir davlatning rasmiy urush nimasiga kirgan holatda jang tajribasi yo'q. Hmm. Bumu Xitoy uchun bir nima. Andan keyin Xitoyning ishdagi zaten ichki nuqtadan askariy sistemasida poraxo'rlik, bu yerga kuch talashish, bu narsalarni ko'ryapmiz masalanchu. Xitoy buni qattiq chorlashva. Masalan, Shi Jinping hozir ishonadigan bir harbiy general bormi masalanchu. U o'ziniki hokimiyatlik huquqni tinglash uchun atrofdagi hamma generallarni tozalab bo'ldi asosanchu. Bumi bir ojizlik nuqtasida masalan. Endi bu yerda Xitoy bu yerda hujum qilgandan keyin Tayvanmi oson luqma emas masalanchu. Hmm. Tayvanning havo sharoiti, andan keyin bu yerdagi o'zgarishlik tayyorligi. Masalan, Iranning bugungi mudofaasi Tayvan uchunmi bir ochiq bir dars. Qanday shaklda bir orol davlatda o'zining yer sharoitidan foydalangan holatda qanday mudofaa qila oladi masalan. Hmm. Tayvannikimi masalan mudofaa nimasida atrofga qo'yilgan nurg'un suvosti qo'yilgan minalar bor masalan. Tayvannikimi yer shaklida masalan partizanlik urush qilishga nihoyatda qulaylik bo'lgan tayyorliklar va hatto shahar urushi, ko'cha urushlarigacha qilganchu. Men ko'rgan ba'zi dokladlarda masalan Xitoy ang oz deganda 1 milliondan 1,5 milliongacha askar chiqarish kerak deydi Tayvanni elish uchunchu. Hmm. Ama Xitoy buni chiqargan taqdirdami bu Tayvan bir oson lokma emasda. Ondan keyin chunki Yaponiya oyoqdan signalni berdi. Masalan, Tayvanga hujum qilganlik Yaponiyaning qizil chizig'i tekkanlik deydi. Bu Hmm. yerda Tayvanga qarata Avstraliya kelishi mumkin, Filippin kelishi mumkin. Amerikaning zaten tayyorligi bor bu yerda. Yani Xitoy bu nuqtalarni o'ylagan, hisoblagan holatda urush qilmay jim turishi mumkin. Ya'ni Xitoyni Tayvanni qo'rshash orqali bo'g'ish, Tayvanning boshqa davlatlar bilan tijorat qilishi, mal nima kirishi, energiya kirishi nimalarni to'sish orqali Tayvanni taslimiyatchilikka majburlashi mumkin deydigan bunda bir taktikasi bor masalanchu, strategik bir plani. Hmm. Ammo bu holatda Xitoy hujum qilgan holatda urushni Tayvan boshlashi mumkin. Bo'g'ilib qolishdan ko'ra, bo'g'ilib o'lgandan ko'ra qarshi nimaga o'tishi mumkin-da masalan. Hmm. Bu holatda yana o'xshash urush portlaydi-da masalan. Endi Tayvan ammo
Xitoy bu fursatni qochirib qo'ysa, masalan, Amerika urush patqan chog'da Xitoy ikkinchi qatam ololmaydi. Hujum qilish bir fursati bo'lmasligi mumkin. İstiqlal to'rininki xabarida Afg'oniston hukumatiniki Sharq Turkistonliklarni Xitoyga qaytarib bermaganligi to'g'risida bir xabarni ko'rib qoldik. E, Bu xabar to'g'riliq siz nima deysiz? Sizdan bir so'rab bakım keldi. Agarda haqiqatan shu narsa to'g'ri bo'lsa, aniq jazmlangan xabar bo'lsa, albatta bu yerda Afg'oniston xalqi hukumatiniki bu yerni qaytarmoqlik uchun bir mutashakkir bildiramiz albatta. Ammo Sharq Turkiston xalqining, Uyg'urlarning bugungi Afg'onistondek mustaqil bir davlat qurish nimasida to'lagan qon, bagan va jon nimasi oz emas. Chunki 20-30 yildan buyon Uyg'urlar bu yerda turug'liq va o'zlarininki hayati ve kıymetlik hayati ve nurgunluğun ig'ir to'lagan bedeller var. Ama bu bedelning neticesiga bunga mutashakkir holatda bu yetarli emas deb qarayman. Chunki Uyg'urlarning bu yerda turayotgan Uyg'urlarniki yolg'iz qaytarib bermasligi bu yetarli emas. Yani Afg'oniston hukumati buningdan cho'ng yordamlarni qila olish kerakdi. Uni uchiqib mediaga deyishning hojati yo'q. Endi yana bir narsa bor bu yerda. Bu qaytarilmadi degan, bermedi deganligi mangu bermaydi deydigan bir nuqta. Bu kichkina g'alaba bizni uxlatmaslik kerak. Bir qush xuddi nimaga qafasga tushishdan burun berilgan xuddi donlarga o'xshash bizni uxlatmasligi kerak. Tamam, bu yerdagi hali Bexudlaştırmaslik kerak da. To'g'ri, rahmat. Hmm. Bexudlashtirmaslik kerak. Ya'ni bu yerdagilar bizning qarindoshligimizdan dinimiz, bizning bu yerda tug'dik, bizni qaytarib bermadi, u bu deb. Birinchisi bularning Uyg'urlarning bu yerda turishi Afg'oniston hukumatiga bir nima berdi, bir qart. Ya'ni bularning mavjudligi bu yerdagi turishi bilan Xitoy bu yerdagi xavfsizlik endişesi sababdan Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirdi. Afg'onistonga bo'lgan mablag'ni kuchaytirdi, Afg'onistonga bo'lgan yordamni kuchaytirdi. Albatta, yana iqtisodiy boshqa energiya nimalar bor, manfaatlari. Ammo eng muhim nuqta Afg'onistondagi bu yerda turayotgan Uyg'urlar, bu yerdagi qurolli harakat kuchi masalan uchun. Hmm. Yani bu nuqtani aytgan chog'da Uyg'urlarmi bu yerda mavjudiyatini, bu yerdagi nimasini saqlash bilan birga bularning taraqqiyotiga yordam berilishi kerak. Bularning taraqqiy qilishiga, kuchayishiga yordam bo'lishi kerak va Uyg'urlar bizni bugun sotmaganlik mangu sotmaydi deydigan narsa emas. Chunki tarixda nurg'unlagan musulmonlar, qarindoshlar, ota, bola, ot, singil degandek nurg'un musulmon hokimiyat kuchlari, hokimiyatdagi o'zaro biz qarindosh degan birga yurgan saptikilar bir-birini siytiqliq. Mayli musulmon dunyosi bo'lsin, mayli musulmon emas dunyosi bo'lsin. Yani bu yerda tarixdan dars olishimiz kerak. Bunun nuqtasida bizni mangu sotmaydi degan bu bexudlashishning nimasining o'rniga o'zimizni qanday qilib mavjud sharoitdan, vaziyatdan, bu yerda turayotgan nimadan o'zimizni qanday kuchlantira olamiz va kelgusida kelib chiqish ehtimoli bo'lgan bir qurolli to'qnashishga biz bu yerdagi imkoniyatlarimizni qanday taraqqiy qila olamiz deydigan yo'lga kelish kerak. Hatto voz kechilmas bir kuch o'rniga kelish kerak. Bu mavjud sharoitda bu oson emas, ammo bu mumkin emas deganlikni emas. Chunki bu yerda bir imkoniyatlar bor. Yani o'zimizning qimmatini bilishimiz kerak. Undan keyin yana bir nuqta bu xabardagi men ko'rdim bu xabarning inglizcha, turkcha ikkilisi nimasligini. Buni yozganning asosiy nimasi bu yerga Xitoydagi bir mushu rayonniki tadqiqotchisi chiqaribdi. Bu tadqiqot shaklidagi chiqargan narsa. Bu o'ziniki ko'z qarashi shaxsiy tekshirib aniqlab nima qilgandan keyin. Ammo bunday Yani deganlik biz devletning so'zi emas, demakchimi? davlatning siyosiy kuchining so'zi emas. Ha. Tamam, davlat bu yerda davlatning bu Xitoy davlati bu yerdagi siyosiy nima hokimiyati bunga qanday qaraydi, bular qanday o'ylaydi, bu ayrim bir masala. Yani biz muhacirat Uyg'urlar yoki Afg'onistondagi boshqa yerdagi qurolli harakatlar buni ko'rishlardan birga kichik qisqa mezgilli xo'shallik bilan hamma nimamizni unutib bexudlikqa tushib qolmasligimiz kerak. Yani Hmm. tadqiqot analiz xarakteridagi bu davlatning aql kuchi boshqa va siyosiy kuchi boshqa. Ba'zanda aql kuchininki siyosiy kuchga ta'sir ko'rsatmaydigan bir narsa bo'lishi mumkin. Hmm. Chunki bundami bir harakatlar borchu, bundan necha yil burun ko'rgan bir nimada Afg'onistondagi Xitoylarning masalan ushshoq sahrolarga, mahallalarga tushib, bu yerdagi ushshoq tijoratlarga mablag' solish orqali
Uyg'urlarning u yerdagi yerli xalqlarning orasidagi ta'sirini ojizlashtirish, Xitoylarning bu yerdagi ta'sirini kuchlantirish deydigan mana bir projekti borligini ko'rdim. Hmm. Yani Afganistan gerçi bir siyasi bir devlet bolsunmu, ya Talibanlar başkuruvatkan bolsunmu ama pastga tushgansida bu yerlarni qabilalar boshqurdi masalan. Har bir rayonning qabilalarning bir yurtjonlari bo'ldi, yo'lboshchilari bo'ldi. Bularningmi kichik holatda bo'lsinmi siyosiy iqtisodiy manfaatlari bo'ldi. Xitoy mushu davlatning ostidagi xalqlarning Xitoyga va Sharq Turkiston masalasiga Uyg'urlar bo'lgan ko'z qarashini ojizlashtirish va bo'shatish uchun bunday bir siyosetni belirtibdi taktikini chu. Bu noktada hushyor bo'lishimiz kerak va buning oldini oladigan qadamlarni qilishimiz kerak. Albatta qilinayotgan bo'lishi mumkin. Şoňalyky Xitoy meýakdan bizni kiçikine bir närseni berip bilan qaytarmaydy diýen ukulçyk sep goýganda ämeliýetde ep berýatgan belgilik tedbirleri bar meselem. Hmm. Şoňa kiçik galby bilen uzun mezgillik behudalaşyşga, uhlap kılışga we hata kadam kılışga qat'iy bolmaýdy. Yani bu devletteki ve şu etraftaki halklarımız yanıla bu devletke uşar buluş gerek desek bulur. Togra. Oşar boluş bilen birge ýene eň ahyrky sözüm vaz geçilmeýdigan näse ekilişimiz gerek. Bu kandak kanaty biz vaz geçilmeýimiz. Hmm. Bunu u ýerde turwatkan gyryndaşlarymyz ýaxşy bilidi o näse. Otur şerhte mevcut buluvatkan bu vaziyet Uygur meselesiga halkara dikkatinin azayışığı sebep bulamı yoki aksiçe bundak çoğun özgürüşle Uygur davası üçün yan fırsat yaratışı mümkün mü? Elbette bugün körüwatymyz gün tertibine alnymysda İran'daki uruş birinci noktada bolup kaldy. Eň issyk nime diýimiz berenge demdik bu halkara sehnedeki. Hemmeýle görüşge dikkat kılışga egişip Hatta Hmm. Ukraina bolsun, Afganistan ve Pakistan çegerasida bolup atgan tokunuş bolsun. Bular gün tertibine astyga çykyp kaldy. Şerq Türkistan meselesini bu ýerde bolup atgan irki kırgınçylykmy 2021'den keyin pastga düşken hazır tehimi pastga düşdi. Ondan keyin yeni bir nokta bizninki näsimiz halkara sehnede köp mutlak köp aletde insan hakları noktasından kötülük gelip atkan boğaçka bu näsenin halkara çekindeki insan hakları meselesi bilip atkan dikkat edilinki acizleşi bilen bu tehimi töwen güçüp kaldı çünkü mesela hazır gündelik haber nemelerge karsak Uygur ekonomi Şerq Türkistan Şinjan dep yazıp aktırıp baksakmı biz doğruluk haberden ait az çıkmadı. Burun okup yetişkin olmaydıgan derecede haber çıktı çünkü mesela. Hmm. Eli teşkilatlarının orunlaştırıp atkan halkaradaki simfonizm, faaliyetler, yığınlarının näsi qarsakmy Şerq Türkistan meselesi yokap ketmedi ama birinci mühim gün tertipde asasen ahir ketip kaldı. Hmm. Endi bunun diýelik Şerq Türkistan meselesi tügidi hem diýelik ümit üzübe saňla boldy diýenlik emes. Ýa. Ama ýeňi bir noktadan edip meňnişka bir pursatlar çykyp atdy meselem. Çünki Hmm. hem azı jangal kanuny başlanyp ketdi halkara sekinde görüp atkandyk. Hemme döwlet özüniň milli häwipsizligi mewjudiyeti üçin askeri hereketke ötep ketdi. Bunyň taýýarlygyny kılıp atdy. Bu halatda Şerq Türkistanyň milli güçüninkimi bir askeri güçi bu oturga bu mesele şekilleneglik ýerler bar meselen çet ellerimiz görüp oturýarys. Bu halatlarda bu devletlermi bu güçler bilen paranlaşy, hemkarlaşyga hereket kılışı nim kılışı mümkin. Çünki Xitoynyň dost etrapda nurgun devletleriniň çegara meselesi we Xitoy bilen güç talşyp atgan nurgun devletler bar meselen üçin. Bu noktadan ýetgen çagda ýeňi Şerq Türkistan körüşündeki ýeňi bir basgyçga kirdik meselen hazır. Buning üçin Şerq Türkistan körüşide vakaletten nim kılıp atgan, hereket kılıp atgan teşkilatlar mesela özüniň programmasyny özgertip ýeňi bir noktadan hereket kılmasa ýa-da bular kılanmagan takdirde ýeňi bir güç şekilde bir nime oturga çykmasa biz bu fürsatdan goldan ketkizip goýmaz. Çünki askeri güçniň buluşly ýeterlik emas. Askeri güç bilen paralel maňydygan bir siyasi güç buluş gerek. Bu siyasi güç bu askeri hereketlerle bille paralel hareket kıla alış gerek. Elki jaňda kazangan galbylarni netijege, stratejiýelik nişanga, netijege ulaşdyryş üçin bir siyasi diplomatik güçge ihtiýajymyz bar. Ama äfsusnarlyk we içinarlyk nime degende mevcut siyasi teşkilatlaryň bugün hiç gaýsy bu noktaga aparamaýdy. Bunu uçuk diýme. Her kандай Hmm. ýerde, her kандай teşkilat, her kандай şähsge. Hmm.
Çünkü 20-30 yıllık narsa teşkilatlarını insan hakları meselesi bilen şekillendirip koyulduk. Mesela dünyada uruş pilotu diye bir gün çıkan imdatımızı bizni urup gitti. Tamam. Onu hem devlet biledi 5 yaş baldın tatip biledi galet gitti. Ama senin nemi küçüğün var men bilen hemkarlaşalaydigan ma nuqtını sorawatydy mesenci devletde. Biz bu nuqtany dawatgan bir teşkilat yok, bir organ yok, bir şahs yok. Undaq teşkilatlar qandaq qilish kerak bu yerda? Qandaq tavsiyalar bo'ldi siz masalan? Shundoq Bunu so'ralib aldın qolsa. kıtımı dedim. Aldın kıtımı dedim ki Yana bir qitim deyli. bütün programı özgürlüşü gerek. Yeniden bir stratejiyle yazılış gerek devletler. Bu Şarkı Türkistan körüşününki. Umumi köreşinin nimiste. Bu köreş elbette Kurallık hareketini asas kılan aletki bir siyasi paralel mağındıgan bir nersi yazılıp çıkış gerek ve bunun da teşkilat tokunuşu, teşkilat menfaatini çetik kayrap bir umumiy məsləhət qıldığan bir nemizini qurish kerak. Yani hech kim o'z oldiga ot choptiradigan, nem qiladigan, o'ynab ketadigan, "Men sendan hammanglar mening orqamga o'tsanglar bo'ldi, men sizlarning yetakchinglar bo'ldim" deydigan bunday narsani unutib ketish kerak. Chunki hech qanday tashkilot, hech qanday shaxs bugungi bu kurashninki mas'uliyatini, bugungi bu kurashninki keng doiraga tutashganligini yolg'iz yapmaganmaydi. Buni o'rtaq bir maslahat bilan samimiy holatda kelish kerak. Tashkilotlarning o'zining programmasini almashtirish kerak. Stratejisini almashtirish kerak ve askeri ve siyasi diplomatik holatda parallel mangmaydigan bir narsa shakllanmasa, bu fursatni ketib qoldi. Andan keyin ketib qo'ydiganim tashkilot ichidagi xodimlar o'zining qobiliyatini o'stirish kerak. O'stirolmasa, qobiliyat egalarini tashkilotga akirish kerak bo'ldi bu yerda. Masalan, gapingizga munosabatlik mush qitimli Xo'sh. xabarimizdan berildi. Gollandiyada o'tgan hafta bir yangi chaqiriq e'lon qilindi. Gollandiyadagi 5 tashkilot birlashib, Gollandiya Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi qurish yo'liga atlanib, bu to'g'riliq Gollandiyadagi jamoat WhatsApp topida o'zlarining chaqiriqini e'lon qildi masalan. Bunun içinde bizning bu Azat Sharq Turkiston radiosini quruvchi organ mı ba? Mesela muşumu bir siz degan mushu qadamlarning yangi bir etilishi mi mesela? Oldindan albatta bu yangi qurilgan Beston qadamning nimasini tabriklayman. Chunki undan yaxshi bir natijaga berishinglarni tilayman. Endi bu yerda degandek agarda bu qurilgan tashkilotmi yana koni iqlim bilan, koni strategiya bilan, koni harakat nimasi bilan mangsa, buning hech qanday bir farqi yo'q keladigan natijachi. Buni hozirdan boshlab deyman. Ama yeni bir dünyanın vaziyetini gözetken holatda bunun kemçilik, ortiqchilik olib keladigan foyda manfaatlarini chiqish qilgan holatda abay degandek siyosiy va askariy kuchning nimasini parallel holatda birlashtirib yapmamamiz buni oxirigacha yetishtiradigan nima uchun bugungi dunyoning vaziyati taqozosi mushu nim bilan mangimiz deydigan yangi bir program bilan chiqib va buningga yetarlik odam shaxs qobiliyatiga yig'ib nim qilsanglar bu holatda yaxshi bir qadam haqiqatan olqishlash tegishli, tabriklash tegishli va qo'llash tegishli bir qadam bo'ladi. Buni shunga o'xshash harakatlar dunyoning boshqa yerlaridan chiqishi kerak bo'ldi u chog'da. Yani dastlabda davlatlar ichida bir birlashish hosil qilib, ikkinchi qadamda yana xalqaralashishga qarab mansa menimcha yana bir yangi bir boshlanish, yangi bir yo'l qadami bo'lib qilishi mumkin. Albatta, albatta. Qimmatli ko'z qarashlaringiz va fikrlaringiz bilan bu qatimliq programmamizni rang berganligingiz uchun sizga radio anglag'uvchilarimiz nomidan, shundaqla radiomiz nomidan chin ko'nglimizdan tashakkurimizni aytamiz va vaqt munosabati bilan bu qatimliq programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Rahmat sizga. Men bu qatimki programmani taklif qilganingiz uchun rahmatimni bildiraman. Bugun dunyo urush bilan tinchlik orasidagi nihoyatda nozik bir siziq ustida turmoqda. Savol shuki, bu siziq saqlanamdi yoki tarix yana bir qatim qizil rangi bo'ylamdi? Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Keyingi xabarlarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.